Salom obunachilarim. Xullas, eng yaxshi futbolchini aniqlaymiz. Ikkilanib kyoto deydi. Sizlar kommentga yozib qoldiringlar, fikrimizni bilib olasiz. Yoqsa yoqmasa komment yozing. Negativ bo'lsa ham pozitiv. Hammaga salom, qiyomatga obunachilarim. Ustozim bilan. Yaqinlarim, jigarlarim. Telefon hozirli. Ustoz Shogird, like, podpiska, obuna, repost. Hammaga salom, sizlar bilan ustoz bilan shogird mana yana bitta ko'rishamiz mana hozir. Yana bekorchilikdan video olib tashlaymiz, xohlagancha любой video olib tashlaymiz. Yoqsa yoqmasa like, podpiska, obuna, hammasini bosasizlar, komment yozasizlar, repost, o'rtog'ingizga tashlab qo'yasizlar. 3-4, 5, 6, 7, 8 o'rtog'ingizga tashlab qo'yinglar. Kim onasini yaxshi ko'rsa, kommentda yozib qo'ysin shu narsani. Bizni tekshiraman, like bosaman, ko'raman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarim, joyingizga salom, omon bo'lgan ishlaring. Chotki bo'ldi. Davom et, portlat. Ketdik. Xullas bizlar orzularingizdagi super kuch tanlaymiz. Tomonlar shuningdek masalan jamiyat tashkilot va hatto tabiat qonunlarining zaif tomonlarini sezish yoki ko'rish mumkin. Kosmosda dunyoning istalgan nuqtasiga bir zumda harakatlanish. Teleportatsiya, короче. Teleportatsiya olib ketadi konkretno. Va o'qib kelmagan super logik, super intellekt, ajoyib aql, qobiliyat. Maksimal mantiq barchasi. Mana bir xil narsa, mana просто kuchliroq. Bu hamma narsaga ishlaydi. Super intellekt konkretno olib ketdi bu. Musofir bilan simbioz. Venom. O'z tanasiga begona mavjudotni joylashtirish orqali qobiliyat, super kuch, super sezgi, kuchli jismoniy holat ega bo'lish, o'zingiz va boshqalarning tuyg'ularini manipulyatsiya qilish eng zo'ri. Manipulyatsiya qilish. Любой odamni depressiya qilib qo'ysang bo'ladi. Bu yerda jinoyat qilasan, o'ldirishing mumkin, boshqa narsa qilishing mumkin. O'zing bilan kuchli bo'lishing mumkin. Venom turi degani unaqa degani emas, masalan, super kuch, super sezgi. Bundan qutula olmaysan. Bundan keyin qanaqadir nima edi, последствиялар bo'ladi. Qusishing mumkin, mazing olmasligi mumkin, Venom bo'lsa ichingda. Mana bu yerda любой odamni depressiya qilib qo'ysan bo'ldi. Bosing. Bo'ptimi, shu zo'rmi? Yo'q, mayli. Elektromagnetizm boshqarish. Xronokineziz. Yaxshi, bu vaqt bo'ylab sayohat qilish, vaqtni to'xtatish. Vaqtni to'xtatish. Radiokinez. Elementlarning radioaktiv parchalanishi fikr kuchi bilan boshqarish qobiliyati hatto yadroviy portlashga olib kelishi mumkin. Bu hozir davolash kasalliklar. Qaysi endi? Nima? Mana elementlarning radioaktiv parchalanishini fikr kuchi portlatib oralaysa ekan. Konkretno shu. Nima qilasan? Davolab portlatib o'rgani yaxshi. Undan ko'ra qiziqroq. Davolab. Anu bu brat nima bo'lyapti brat bor-ku? Bo'lyapti deydi. O'shaga kuch bo'lsa kerak deb birani tanlaganlar ular. Transmigratsiya, bashoratli tushlar. Bashoratli tushlar emasmi? Bashoratli tushlar. Kelajagini misol uchun aytib bersang bo'ladi deb populyarni bo'lib ketishi mumkin yoki puling ko'p, vanga bo'lishi mumkin. Bu transli ekan. Mutlaq xotira. Har qanday turdagi ma'lumotni darhol yodlash va saqlash. Вообще chotki. Boylikchi. Hech qanday tarzda o'lishing mutlaqo mumkin emas. Nima qilasan yashab? Вообще ko'p yashaysan deb bargan to'ppoy bo'lib. Mana nabarat mutlaq xotira bilan maza qilib yashayman. Xohlagan ishni любой narsa esda qoladi. O'lmaysiz, baribir. любой tilni o'rgangan ishni qilib ko'rasiz. любой tilni o'rganasan, любой narsani o'rganasan. Endi baribir shuni miyangizga o'rnatib ertasiga o'lib qolsangiz bo'ladi. Yo joyda o'lib qolsangiz bo'ladi. Undan butun umr xohlagan yalang'och brat tanlaymiz. Energiya nurlari. Tak, xotirani yutish, xotiralarning teginish orqali insonning o'tmishini. Mana nima qilasan lazer ko'zdan lazer. Men senga edit qilib montaj qilib beraman ko'zdan. Stark bo'ldi, shunaqami? Tony Starkmi? Bu qaysi edi? Supermanda bor. Tony Stark-da. Men nima qilasan? Men hozir montajda qo'yib beraman, senga lazer bo'ldi. Bomda ham bor. Ha? Batmanda ham bor. Lazermi? Xotirani Davay, bo'ldi. Qayta bilish, o'tmishdagi voqealarni vaqti bilan ko'rish qobiliyati, hayvonlar tillarini tushunish va ular bilan muloqot qilish qobiliyati. Qaysi biri? Hayvonlar menimcha, eshiklar bilan gaplashishdan konkretning dardini aytib bersa. Ну да. Hammasi bilan gaplashib o'tirsak, o'tmish baribir o'tmish o'tib ketgan, nima qiladi? Ha, konkretning. Nima kerak bor? Kelajak. Fobiya nazorati, rentgen ko'rinish. Nima kerak rentgen ko'rinish? Doktormisan? Har qanday tirik mavjudotga qo'rquv, hamma konkretniy zo'r. Rentgenni nima qilasan? Rentgen bor-ku. Atmakinez. Ob-havo nazorati. Voy, yana namlik va qor yog'diramiz. Polni yozda ham Toshkentda polni hammada qor bo'ladi. Men ham yog'dirib beraman, oling kamerangizni. O'simlik biokinezi. O'simliklarni o'sishini nazorat qilish. Bu
Bog'bon, nima qilasan bog'bon bo'lib? Mana konkretniy. Gidrokinez. Suv bilan bog'liq deyarli hamma narsani yomg'ir ekanini nazorat qilish. Вообще chotki. Ovoz zarbasi to'lqinlari. Nima mana ovoz zarbasi to'lqinlari nima gapiradi? Siqilmay mehmonni baqiriq yoki har qanday boshqariladigan zarba to'lqini orqali kuchli nima u? Bundan qanaqa yo'q? Suv. Bundan foyda yo'q. Obyektlarni nusxalash, jonsiz narsalarni cheksiz nusxalar yaratish qobiliyati. Bu ham chotki. iPhone'dan hozir nusxa qilib tashlayman, sotamiz keyin konkretni. Astral proyeksiyasi. Dunyoning istalgan nuqtasiga sayohat qila oladigan. Istalgan Shu qanaqadir qiyin narsa. chotki. Nusxa yo'q. Chotki bo'ladi. Qaysi bu? Ha. Kiberkinez. Elektr jihozlarni boshqarish, har qanday elektron texnologiyalarni boshqarish qobiliyati. Hemo. Chotkilarga. Dublikatlash. Voy. Qanday? 10 ta bo'lasan, video olasan, challenge. 10 ta o'zim challenge. Любой texnikani tushunadi. IT ga borib saqani yorasiz aka. Va 10 ta bo'lib 10 ta IT ni qilib tashlasang bo'ladi. 10 barobar zo'r bilsang. Ha yo'q aka, bular ijtimoiyni bilmaydi-yu. Voy, kimga qarab? O'zizga o'xshagan odamni yana 10 ta paydo qilib olsa, Zo'r nima qilasizlar? 10 ta odam. Yuramiz, video olamiz ko'chada. Qorboran o'ynaymiz. Hop, qorboran o'ynaysan 10 ta bo'lib. Любой texnikani tushunasiz aka. IT ga Nima borib. kerak? Любой texnikani tushunib. Nimasini Zo'r bo'ladi. Nimaga pul topasiz? Jihozlarni ko'tarib boshqarish, ketasiz. har qanday elektron texnologiyalarni boshqarish qobiliyati. Nimani boshqarasan? Misol uchun kompyuterda. Aytyapman, sizga ishlaysiz deyapman-ku. Qanaqa miyada kerak emas, dublikatchi. Любой narsani tushunasan deyapti texnikadagi aka. Odamni misol uchun 10 ta Hakkerlik o'zing qilib 10 ta qilsang, 10 ta shift ishlaysan. 10 ming dollar deyapti bu oyiga. Xo'p, buni любой joy yana o'zim qol. Hop, mana video bo'ldi, короче. Dislike ham melaga. Yo'q. Molekulyar yo'q qilish, biror narsani molekulyarga parchalash orqali yo'q qilish. Okey, xo'p. Kriokinezis, qor va muz hosil qilish. Voy, konkretniy qor va muz hosil qilish. Любой odam muzlatib qo'yasan ko'chada. Qor yog'dirishing mumkin. Maydalab Pulga. yo'q qo'ying. Kimni maydalatasan? Jinoyat-ku jinoyat. Kimdirni Bunday gapirasiz? o'ldirib qo'ysangiz qamalib ketmaysiz shuni. Voy. Maydalab olasiz. Yo'q qo'yasiz, mana Bu kesib olamiz buni, voy. Bu joyini. Yana bor. O'zi 4 ta video olib, 4 ta video olib, bam bo'lib ketib, eng tepga. Tepanda Ramma kerak emas. Super ko'rish, Yana hozir. metamorfizm. Ko'rish qobiliyati yaxshilash, odamga juda kichik yoki juda uzoq narsalarni ko'rish, shuningdek qorong'ida binokl bor. Binokl qilsa, mana buni qara, любой odam bo'la olasan, любой odam bo'la olasan. Mr. Beast bo'lib olaylik, Mr. Beast bo'lib o'zimni PR qilsam bo'ladi. любой odam bo'la olaman. Nima? Hop, super kuch. Super kuch telepatiya. Boshqa odamlarning fikrlarini o'qish, jismoniy super kuch. Supergiroy bo'la olasan, deding. Populyarni bo'lib, keyin reklama qilasan, Gumma xonimlar reklama qilasan keyin. Elektrokinez, super eshitish, impulс. Super kuch oldiki men endi super eshitish ham bo'lish Bu kerak. super eshitish olamiz, bu kerak emas. Qayta tiklanish, tanadagi bu qayta tiklanib nima qilasan? Anu во-первых, oriydi, nima qilsan ham, o'lsan ham oriydi. Hatto sindirsan ham oriydi. Qayta tiklanish nima kerak? Hajmi boshqarish. Maqtanib qo'ysinganiga maqtanib. Konkretniy hajm kattaroq bo'lsang, yoki kichkina bo'lib yursang, вообще. Vaziyat joyiga qarab. Challenge olsa bo'ladi keyin. Karlik bilan challenge. Agliokinezis, boshqa birovning og'rig'ini nazorat qilish. Aquakinez, suv tezligini, oqimlarini va cho'kib keta olmasligini nazorat qilish. Suv konkretniy suvni boshqarish, shu bilan uni kuchaytirish yoki kamaytirish. Og'rig'ini suvmi? Qaysi bir? Suv. Tezroq qilaylik, jo'dayapti. Xotiradan harakatlarni takrorlash. Kerak emas. Nima qilasan? Xotirani o'chirish. Har qanday odamlarning xotirasini o'chirib qo'ysa, men подписчикimsan deysan, bo'ldi. Yuradigan. Lakramosa, bu sehr egasi qora ko'z yoshlarini to'kadi. Midastavch. Konkretniy, voy. Ko'rinmaslik. Xo'p, невидимка, gallyutsinatsiyalarni ko'paytirish. Bir yoki bir nechta odamlarni barcha idrok kam tekst. Gipnoz. Hop, telekinez. Telekinez mexanik ta'sir ko'rsatmasdan harakatlanish qobiliyati. Любой narsani ko'tara olasan. Любой narsa. Men misol uchun
chiroq noto'g'ri turgan bo'lsa shunda ko'taraman, chetroqga qo'yib qo'yaman. Bu konkretni joyiga. Boy. Давай. Daraxtlarni ham ko'tarsa bo'ladi olib. Terrakinesis eng qattiq narsalarni ham o'z sindirib oladi. ichiga olgan holda yer va yer kerak emasmi? Energiya to'plamlari qo'llaridan shar shaklidagi energiya quvvatdan chiqarish qobiliyati. Nima qilib beradi shar? Super tezlik aerokinesis. Super eshikni oldik. Tezligini Endi zo'r. super kuchni oldik. Endi Tezlik legenda. ham olsak, u bizdan zo'r yuradi. Bizdan so'raydi. O'liklarni tirilish. Taklif sovg'asi bu qobiliyatga ega. Bu kerak emas. Bu to'liklarni tiriltirish. Bu odam tiriltirsan. Sanaqa qilsangiz bo'ladi. Nima? Pulgami nima o'ylab tiriltirsam? Kelajakni chizish. Mimikriya. Sirt bilan vizual birlashish. Хамелеон effekt. Невидимка tanladik-ku. Невидимка уже o'tadi. Buni по-любому olib ketadi. Невидимка. Kelajakda sodir bo'ladigan voqealarni chizish. Chizib tushuntirib berasizmi? Nima o'ylayapsiz? Chizishga ketdingiz. подписчиklarimni chizib tashlasam bo'ladi. 100 millionta подписчик chizsam, bitta shunga ishlatsa bo'ladi, boshqa. Yoki qiyin-da chizish, nima qilaman? Chizib o'tirib, mana buni tanlab olib qo'ying. Buni shu Chizamiz aka, chizamiz. Qiyindan ham. Levitatsiya insonning tortish kuchini yengish qobiliyati. Oldindan bilish, kelajak voy. Konkret. Prosta birinchi so'zi bilan o'qish haqida ma'lumot, har qanday obyektga qarab u haqida ma'lumot olish qobiliyati. Spiritizm, o'liklarni ruhlari bilan aloqa qilish. Uy. Konkret pul ishlasa bo'ladi-ku. Antiriltirib nima qilasan? Boshqa pul ishlamaysan-ku. Bular постоянно kelsa. Pirokinez, olov, piknokinez. Tanani molekularga bolish orqali Devorlarni o'tib ketish bo'ladi. Konkretni. Chotki. Qumga aylanish, tananing anaqa cho'zilishi. Bu nimada bormidi? Bu qumga aylanish haligi. Человек va o'rgimchak. Spider-Man bormidi? Bu endi qum qilib nima qilasan? Hammani kir qilib. Tak, bu keyingi etap bo'ldi. Bu yutadi. Oldi. Super kuch va astral. Super kuch prosta kuchli. Kuchli odamlar ham bor. Bashoratli tushlar, bu ham olib ketadi konkret. O'liklarni albatta bu. Teleportatsiyachi. O'liklarni tiriltib, ana o'tib ketdi-yu, bali bo'lmani olib ketadi o'liklarni tiriltirishi, ruh bilan gaplashish. Chunki ruh bilan gaplashsang ko'proq pul ishlasang bo'ladi. Bu yerda bitta tiriltirasan bo'ldi. Keyin boshqa kelmaydi u. Mana. Nima edi klienting? Yo'q, teleportatsiya. Konkret edi. Hozir davr o'ylaylik bo'ldi. Atmakinez bu yerda. Pagodani mana kontrol qilish. Oldindan bilish, spiritizm bu yerda. Yo'q, kelajakdagi voqealarni vaqti bu yerda Bunda anaqa nima bo'lib qolasiz-da? Ishdan bo'lmayapti. Qor yoqishni bilasanmi oldindan? Nimalar bor-u? Gadalka. Oldindan Bashorat. Bashoratchilar bor-u. Kim yutishga stavka qo'yib, nimadir. Kazinochi, qumor o'ynasa bo'ladi. Futbolda kim yutishga stavka qo'yasiz-ku? Bu yerda lekin pul topish osonroq. Qumor orqali. Gap ruh bilan gaplash. Boshqa o'lib ketgan odamlar ruh bilan gaplash. Kimdir o'ldirish kerak. Endi Mr. Beast o'lsa gaplashasan. Hozir gaplasha olmaysan joyda. Super intellekt. Kriokinez. Super intellekt deb menimcha. Aqlli bo'lasan. Muz nima qilasan? Muz yaratib. Energiya to'plamlari ko'rinmaslik. Bu yerda ko'rinmaslik. Energiya prosta chiqib ketdi prosta. Qarasang. Fobiya nazorati super tezlik. Super tezlik konkret bo'ladi. Boylik, boqiylik. Kiberkinez. Nima baratmi? Yalang'och baratmi yo anu baratmi? Miyaslar. Tuyg'ularni manipulyatsiya qilish, radiokinez. Tuyg'ularni manipulyatsiya qilish, radiokinez kerak emas. Rapek, xotirani yutish, metamorfizm konkretni любой odam, любой joyda. Xotirani o'chirish, zoologizm. Har qanday odamlarning har qanday xotirani hayvonlar bilan gaplash qiziqdi. Eshak bilan eshakning dardini eshitish qiziqdi. Bedanani dardini misol uchun eshitsa, gaplashib o'tirishadi bedana bilan. Aka mushularni, uydagi mushular bilan gaplashadi. Itlar bilan gaplashish kerak. Itlar. Gaplashamiz itlar bilan ketdik. Qo'y, hammasi bilan. Tananing cho'zilishida hozirgi telekinez. Telekinez bu narsani ko'tara olasan. No cho'zilishi zato mayli, cho'zilish. Hajm boshqarish. Vaqt bo'ylab sayohat qilish, vaqt bo'ylab vaqtni to'xtatish.
Конкретный. Vaqtlar xohlangiz. Oltin. Конкретный. Zoologizm hayvonlar bilan gaplashib devordan nima qilasiz, ha? Devordan shu. Misol bankka hop Anada yo videoda aytib beraman. Просто misol uchun hop, допустим, eng yomon narsa jinoyat qilish, eng yomon qilmaylik hech qachon, umuman hech kim qilmasin. Qilmasanglar like yozib qo'yinglar, like yozib qo'yinglar, qilmasanglar komment yozib qo'yinglar. Xolos, короче, допустим, bankka kirding, kamera ishlayapti, bankda yuzing ko'rinadi, baribir. Devordan o'tib qayergacha qochasan? orqa tomonida o'tasizda. Hop, qayergacha qochasan devordan o'tib? Devor ichiga bekin olasanmi, nima qilasan? Mana bu yerda eshak bilan gaplashasan, любой hayvon bilan gaplashsang bo'ladi. Ko'chada bedanali qushlar bilan, kaltarlar bilan gaplashsang. Nima foydasi bor ular? Nima dardini bilasan, nima qilib yuribsizlar? O'zi darz yetmayapti. Ulfat qilasan, gap o'ynaysan hayvonlar bilan, o'tirasan, ulfatlashib. Konkretniy deb o'tdi. Va. Astral proyeksiya, spiritizm. Bu yerda qaysi? Ruhlar bilan gaplashishmi? Hop, nima kim bor o'lgan populyarni? Ha? Populyarni o'lgan kim bor? Men astral proyeksiyasini bossamiz. Hop, Midas Touch, Chronokinesis. Chronokinesis vaqtni to'xtatish, vaqtda sayohat qilish, oltin. Любой narsani pulga aylantirgan. Vaqt to'xtatishi. Vaqt zo'r. Shunda mesintalik 100 mingni mesintalik qilasan-da bankda. Shunda 20 yil oldinga o'tasan-da, 10 kilo go'sht olasan misol, допустим, 100 mingga. Nima oltin qilish endi konkret просто boylik uchun-da. Yo'q, bo'lsa Sen o'g'irlab ketishsa-chi, oldin qilsang-da, sen o'g'irlab ketishsa qayergadir. Eksperiment qilishsa seni. Hamma narsani bostirsan, keyin nima edi? Oltin bo'lsa. Kuching yetmaydi-ku. Mayli. O'ta super tezlik. ularga ham bitta o'zini sherigini oltin qilib berib qo'ysam, ular ham menga indashmaydi. Sherikchilikda ish qilaman. Atbakinez, kiberkinez. Hayvondan boshqarish yaxshi. Voy, Miyasi kuchli bo'ladi, kasb. super intellekt o'tdi. Super intellekt. Hozir nima kerak? Super intellekt bor, kompyuter любой tushunasan, super intellekting bo'lsa. Tuyg'ularni manipulyatsiya qilish, teleportatsiya. Oxirgi raund, ko'rinmaslik, bahoratli tushlar. Bahoratli tushlar. Bilsang bo'ladi bu narsa, stavka qilsang bo'ladi. Qumor, kazino. Shunga ko'rasiz. Bitta uxlab turish kerak. Shunday o'ynayotgan joyingda bitta uxlab turasan, 5 minutga keyin bilib olasan. Lekin uxlash mayli, okey. Super tezlik zoologizm. Super tezlik bo'la qolsin o'tir. Tarbiyalashmisizmi hayvonlar? Eshaklar bilan gap. Lekin zo'r endi просто super tezlik, zo'r-da. Oltmay. Konkretniy. Super intellekt bo'tdi. Chunki любой narsani bilasan, kompyuter ham bilasan, boshqa narsani ham bilasan. Mana super intellekt uchi ham mumkin. Astral proyeksiyasi. Любой joyga borasiz. Teleportatsiya oltin. Teleportatsiya. Oltin. Shunda maska kiyasan, bankka teleportatsiya qilasan. Mana sizga bank aka, mana sizga bank. Yo'q, bu yerda любой joyda. Shunday tegib qo'ysa, Shunda Parijga teleportatsiya qilasan. Parijdasan, yuribsan, rasmga olasan o'zing, Instagramga qo'yasan. Ha. Instagramga qo'yasan o'zingni Parijda. Shunda teleportatsiya qiling, Nyu-Yorkdasan. Oltin qilib Lombardga olib sotishing kerak, vaqt ketadi unga. Uni ko'tarishing kerak, og'ir bo'ladi oltin. Bankka topshirasiz. Sani kimdir Bank sota olasiz aka. bank Muammosi sotadi. bormi? Teleportatsiyada любой narsani o'g'irlab ketsa bo'ladi. O'g'irlab yurmasa halol yo'q. Shunda teleport qilsang, real o'yiniga tushib qolasan. Shunda teleport qilasan, barcha stadionga tushib bo'lasan. Shunda teleportatsiya qilib, Uni o'zingiz teleportatsiya qilmasdan taassurotlarga ega qilib, sekin pulni sarflab borasiz. Aka pul saqqa samolyot bo'lgandan keyin. hop shuni tanlasam jim bo'lasanmi? Ha? Super tezlik bilan Midas Touch. Hop, super tezlik bilan Midas Touch. Vaqtda bitta muhokama qilaylik, lekin super tezlik Super tezlik nima qiladi super tezlikni? populyarniy bo'ladi. Ben super tezlikga bor odamga pul bersangiz, o'zi yugurib beradi sizga super tezlikdagi. What the fuck? Aytganingizni qilib beradi. Pul bo'lsa. Vaqtda bo'ladi super tezlik. Mana oltin qiz emas, просто oltin qilasan, nima? Hop, telefon reels ko'rmoqchisan, telefonni tezing oltin bo'lib qoldi. Nima qilasan? Любой narsani tezing, shuni o'ylaman men. Mana perchatka taqib tur keyin. Bo'lmaydi perchatka. Perchatka ham oltin bo'lib qoladi. Oltin perchatka bilan qanaqa Masofani boshqarasizmi deydi. Mana qilmoqchi bo'lsangchi, mana scroll qilmoqchi bo'lsangchi, reelsdan anaqa o'tirib. Yo'q, shu masofa bunday bo'ldi. Yaxshi qiyin. Qimmatdan oshib pul bo'lgandan keyin. Hop, допустим, kimdir quchoqlayman dedingda, u ham oltin bo'lib qolsa-chi. Yaqin odam. Yaxshi-yu. Voy. Voy, u bilan super tezlik o'ylamanmiz-a buni? Yo'q, aka. Bo'lmaydi bu oltin. Oltin bo'lmaydi. Bu normal. Teleportatsiya yaxshi edi undan ko'ra. O'tib ketib qoldi. Orqaga teleportatsiya. Kommentariy obunachilaringizdan so'rab ko'ring qaysi biriligini. Xullas biz hozir super tezlikni tanlaymiz. Yo, to'xtamaydi. Mana qo'yaylik. Krushka o'ylaylik bitta. Shu to'san yaxshi. Oltin ko'rmaganmiz, ha? Oltin. Hay.
Super tez. Shu yoqqacha olib keldik-a shuni bechara. Shuncha qolib ketdi. Super intellekt bilan dunyodagi istalgan nuqtasiga sayohat qila oladigan va devorlardan o'tib ketadigan. Voy, devor demay kerak, mana. Ha, botda endi shu bo'lsa kerak chunki. Bo'ldi, mana просто tez botda hamma narsa. Eng kuchli hammasi zo'r, cho'tki mana. Bo'ldi. Tabriklaymiz. Ko'proq. Shiddat. Hammaga rahmat, xullas, короче, to'xta, jim tur. Like, voy, to'g'ri. Like, подписка, obuna, repost, o'rtoqlarga tashlab qo'yasizlar. Onanglar yaxshi ko'rsa like bosinglar. Adanglar yaxshi ko'rsanglar kommentga yozasizlar. Jigarliklar, ulfatlaringlar yaxshi ko'rsanglar repost. Qani atmetga qilib qo'yinglar kommentga. Xayr. Portlat. Bum. Bo'ldi.